Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga homiladorlar farzandlarimiz xunuk tug'ilyapti degan shikoyat bilan murojaat qilishganda homiladorlarga behi yedirilsin degan buyruq bergan ekanlar. Behi mevasi tibbiy nuqtai nazardan siydik haydovchi effekti va ichak traktida ichaklarni tozalovchi, ya'ni toksinlardan tozalovchi effekti bilan alohida ahamiyatli hisoblanadi. Bundan tashqari C vitaminiga boyligi bilan olma bilan nokka nisbatan ustunroq hisoblanadi. Undan tashqari homiladorlarda demak tug'ilajak farzandiga chiroy baxsh etadigan xususiyati ham bor ekan va bolalarda ko'p kuzatiladigan injiqlik, depressiya nimalarni ketkazish xususiyati ham bor. Tarkibida demak yog'larning kamligi bilan va oqsilga boyligi bilan, uglevodlarning yengil hazm bo'lishi bilan qolgan mevalardan ajralib turadi. Ushbu videoni farzandini chiroyli tug'ilishini xohlovchilarga jo'natib qo'yamiz.